Bu yerda nimalar bo'lyapti? Qanaqasiga bir oyda 14 kilogramgacha ozish mumkin? Bu yerning natijasi haqida farg'onalik ayollar bilib qolsalar, darhol yetib kelsalar kerak. Chunki bu yerda oyiga 14 kilogramgacha sog'lom ozish mumkin. Videoga hoziroq like bosing va dardi ozish bo'lgan tanishlarga yuborib qo'ying. Turkiyalik Nurjan Karachil 15 yillik tajribaga ega mutaxassis. U ishlayotgan har bir shaxsda o'zgarishlar katta. Eng so'nggi texnologiyalar ko'magida esa ozish jarayoni yanada osonroq va tezroq amalga oshiriladi. Hech qanday sun'iy vositalarsiz. Uning seansiga kelayotgan erkak va ayollar o'z intizom va harakatlariga qarab oyiga 3 kilogramdan 14 kilogramgacha sog'lom vazn yo'qotishmoqda. Undan tashqari ruhiy muolajalar ham o'tkazilib, kuchli depressiya yoki ruhiyat bilan bog'liq ildizli muammolari bor bemorlar bilan ham shaxsiy ishlanadi. Qarshi oling, turk mutaxassislar tomonidan ochilgan Longevity klinikasi. Bu videoni ozishni istaydigan, lekin buni uddalay olishga qiynalayotgan tanishlarga yuborib qo'ying, foydali bo'ladi. Manzil, raqam va Instagram sahifalarini qoldiramiz.